Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomiz Andijon mashina bozoridan Nexia avtomobillardan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2009-yil To'ris qanchami yuradi? 494 ming yurgan, motor qilingan. 494 ming yurgan 1.6 motorda lyuks konditsioner ekan. Podramniylari, choqlar, ustiletillar, gazlari akalar bor. Konditsioner ishlaydimi yo'qmi aka? Konditsioner remenimi? Konditsioner remeni yo'q ekan, qo'ysalar ishlaydi. Gazi 2018 qo'yilgan ekan. Endi uni ko'rik chexol xullas. Salon holatlari, oq oynalar ta'mirlangan. Bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir foto salondan ko'rinishi. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. 18 temir metan deyapsiz a? Temir 2018 33 gacha. 33 gacha ekan akalar. Zapaska bo'lon. Mana bu yoqlarni ko'ryapsizlar. Orqadan bir qator ko'rinishi. Aka, motor yaqinda qilindi deyapsiz. Motorda muammosi yo'q. Haqiqatdan hali akalar chiqmadi. Qayerda mashinasi ekan? Qaytadi ekan. Paytiqda mashinasi. Kraska oltinglar-chi. Kraskasi aka mana shu orqa krilo bilan oldi kriloda bor. Orqa krilo, oldi krilo. Qolgan joylari yaxshi. Toza. Narxchi aka? Narxini 39 ga beraveramiz deb 3900 bo'lishimi? Kam yo'qmi uni? Shu siz tomonidan e'londan so'rab keldik deydigan bo'lsa $100 tushib beraveramiz. $100 akalar yana 38 ga agar biz kanaldan chiqsanglar 3800 ga akalar barakasi bo'lib ketadi deylar. Variantga chiqami yo'qmi aka? Yo'q. Chiqmaydi, faqat narxga. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 480 480 5380 5380 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p. Akalar, Andijon mashina bozoridan shu Nexia avtomobillarini iloji boricha akalar uzmasdan shu video olishga harakat qilamiz. Endi kimdir unaydi, kimdir unamaydi akalar. Aka, bular yili necha ekan buni? 12. Yurganichi? Yurgani oz bo'lgan. Bir qator ko'rsatib o'raveraymi aka? 12. Oq rangda akalar, Nexia 2. Mana holatini ko'rib turibsizlar hozir. 1.6 motorda ekan. 477 ming yurgan ekan akalar. Podramniklari, choklari, kraskalari toza ekan. Xullas. Nexia 2 ni akalar tozasini minaman degan akalarimizga, balonlarimizga kelsa balonlarimizdan to'rtta balonimiz yaxshi holatda ekan. Saloni, linonin, ko'rik, chexol, xullas salon holatlari. Orqa oynalar ta'mirlovga bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinishi. Xullas avtomobilimizni orqadan bir qator videosi 2000 necha dedi? Xullas 477 ming jurgan. Bu yoqdan bir qator salondan akalar. Bagajdan ko'rinishi endi adashib ketyapmiz. To'g'ri tushunamiz. Bagajimiz chok holatlar. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz akalar. Qolgan ma'lumotlarni olib ketamiz. Shunga chiqartirib, bir kunga chiqartirib. Aka, motor hadovoylari yaxshimi? Rasvot yo'q. Kraskasi ham akalar eshitdilar, toza ekan. Qayerda mashinasi bu? Asakani mashinasi. Narxini qancha deyapsiz? 4700. 4700 kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka? So'rashdim. So'rashyapti. Variant barter bank. Bankka beraveramiz, variant yo'q. Bank qilib olsanglar bo'laveradi. Variantga chiqmaydi akalar. Telefon nomeringiz? 88lik 984 984 94 64. 94 64 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bu sizdan emasmi? Nechi buni yili? 10. Buni yurgani qancha aka? Yurgani 390 ming. 10, 390 ming yurgan. Oq rangda xullas akalar. Avtomobilimiz motor qismiga kelsak, motorimiz 1.6 Donis. Podramnik, choklari, ustiletilari, gazlari bor. Mashinani akalar old orqalari pechat, butun deyishyapti. Balonlarga kelsak, balonlarimiz to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Saloni, linonin, ko'rik, chexol, mana salon holatlari, xullas bagajda bosmabmiz. Orqa oynalar ta'mirlovga bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metal. Bagajimiz akalar choklari, zapaska balon, xullas damkrat, ключ hammasi bor ekan. Bagajimizda bu yoqdan chok holatlari. Mashinani orqadan bir qator videosi akalar. Aka, motor hadovoylari ham yaxshimi buniki? Buniki ham akalar, motor hadovoy xullas. Old orqalari umuman kaltaga yo'q deyishyapti. O kraskasi qanaqa o'zi? Kraska nimasi? 30%cha. Old orqalari pechat. Bu qayerda mashinasi? Asaka bu ham. Asakani mashinasi.
Narxini qancha deyapsiz aka buni? 3,5 mingdan tushib beramiz. 3,5 ming kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi bunga? Qancha qilishdi? 3100 ga berilmadi. Ustiga qo'shsa barakasi bo'lib ketadi. 3100 ga akalar ustiga qo'shsanglar barakasi bo'lib ketadi. Variant barter bank. Bank bor, variantlar yo'q. Bank chiqaveradi, variantga chiqmaydi. Nimasi? Barter. Qanaqa mashinasi bo'lsa barter bo'ladi, Matizdan tashqari. Demo mashinalarga Matizdan tashqari. Telefon nomeringiz aka? 88lik 88lik 984 984 94 64. 64 raqamlarga aloqaga chiqaramiz. Aka bu necha yili? 12. Yurganicha aka? 285 ming kapot. Kraskasi bor xolos. 1.6. 1.6 motorda. Balonlar ekishi, balonlarimiz to'rtta balonimiz akalar yangi taqib qo'yilgan ekan. Salonlari linonin, ko'rik, chexol, salon holatlari akalar qizil rangda. Xullas Meksika qidirib kelgan akalarimiz eshiklar polni shunga bo'lgan ekan. Obunachilarimiz, xullas ayol obunachilarimizni gazi akalar yo'q ekan. Qo'llari ham akalar, bu yoqlari ham, qozonlarini ham ko'ryapsizlar, toza holatda, bagajimiz choklari. Mashinani orqadan bir qator video qilamiz. Motorda rasxod yo'qmi aka? Rasxod yo'q, ha? Hadovoy deyishchi? Umuman ishi yo'q, ha, mashinani. Xullas olasizlar, akalar, minasizlar. Kraskasini oldi, kapot uchida bor. Uchida bor. Qolgan joyi yaxshimi? Ha, kapotini u ham tepasida, kapot tepasida. Qayga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, ustitlari yaxshi. Yechilmagan. Ustitli yechilmagan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Pul zarin, ashuncha aytyapman, 3,5 beraman. 3,5 ming? O'z to'riga olganman. 3,5 ming ozma-oz kami bor akalar. Savdogarning mashinasi. Akalar, akamiz o'zi 4 mingga olgan ekan. Mayli, ziyoniga bo'lsa ham 3,5 mingga berib yuboramiz deyishyapti. Variantga 3,5 mingda ham kami bor ekan. Aka, variantga chiqami yo'qmi aka? Yo'q, aka. Chiqmaydi. Nima qilsa yaxshi bo'ladi, lekin anaqa bankka qo'yib olib bersam, Bank qilib olsanglar bo'lar ekan. Telefon nomeringiz aka? 91lik 91lik 475 475 79 59. 79 59 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. U necha aka? 97-yil ekan akalar. Sariq rangda Nexia 1, xullas Nexia 1 minaman degan akalarimizga. Xullas puli akalar yengilroq bu mashinamiz. Qator qismiga kelsak, Sons, tramblyor. Badraniylar, choplari. Sulitlar, xullas akalar, gazlari ham bor ekan. Eshak singal ishlataveradigan. Olib turib akalar faqat minaslar akalar shu pullarni shu 10 marta menimcha chiqarib beradi. Linonin, ko'rik, chexol, lyuks. Lyuks bez konditsioner xodimni mashinasi deyishyapti. Olib qo'yindilar, tandirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinishi. Bagaj ochilmadi. Mashinani orqadan bir qator ko'rinish. Aka, motor hadovoy yaxshimi buni? Rasxod yo'q, ha? Rasxodlari akalar $400 motor qilingan. 2 oyda $400 motor qilingan ekan. Ular motorda muammosi yo'q. Hadovoyda ishi yo'qmi? Yo'q. Hadovoyda ishi yo'q. Qilingan. Aka, mana sariq o'chadiganmi, o'chmaydiganmi? Yo'q, o'chmaydigan. O'chmaydigan, ha? O'zi kaltiga qanaqa mashinani? Shu bir qop temirga-da. Bir qop temirga. Narxini 1600 1600 ga beraman. bo'lishimi? Ha. 1600 akalar kami yo'q ekan, bo'lishi deyishyapti. Variantga chiqmaydi bu, ha? Yo'q. Variantga chiqmaydi. Faqat akalar narxga sotilar ekan. Telefon nomeringiz aka? 91lik 91lik 475 475 79 59. 79 raqamlarga akalar aloqaga chiqaramiz. Aka, rahmat. Bo'pti aka. Aka, qo'shib qo'ying buni ham. Necha yil? 9 yurganicha. Assalomu alaykum. 449 ming yurgan akalar. Odamlar boshiga Xullas akalar 95 svetda, 5 dons. Mana motor holatlari, padranlik choklari, ustitlar. Xullas akalar gazlari bor ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Salon linonin, ko'rik, chexol, xullas akalar, salon holatlari. Orqondalar tonirovka bo'lgan. Ular chexollar ham yangi chexollargacha taqib qo'yilgan ekan. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib o'ramiz. Temir metan. Bagajimiz akalar mana choklari, ular zapaska balon bor ekan.
Bu yoq shumka qo'yilgan ekan, bagajimiz akalar choklari. Mashinani orqadan bir qator ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Rasxod yo'q-a? Tirq degan joyi yo'q ekan akalar. Rasxod yo'q deyishyapti. Klassikalari-chi? Klaskasi ustida 20% bor. 20% cha. Oldarqalari pechatmi aka? Pechat. Oldarqalari akalar pechat ekan. Buni narxini qancha deyapsiz? 3,5 dan jinda o'tdi. 3,5 ming ozmoz kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Bozor so'radim. Yo'q, hali bo'lgan yo'q. Endi variant barter bank Bankda. bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydi. Telefon nomeringiz aka? 97lik 97lik 272 272 42 66. 42 66. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Akalar eshitdinglar, narxini telefon qilib, xullas o'zingizlar gaplashib bosib oladigan. Bo'ldi, aka, mayli sog' bo'ling. Joy ekan, endi iloji boricha qo'ldan kelgancha endi bu yoqlardan ham akalar olib, agar bo'lmagan joyiga keyin aylanib bu yoqqa o'tib ketamiz akalar. Egalari ko'pini, egalari yo'q ekan. Iloji boricha qo'ldan kelgancha olyapmiz akalar bizdan. Ko'p mashinani akalar issiq bo'lgani uchun issiq hisobiga ko'p mashinani akalar egalari yo'q. Mana mashina ichida yo'q. Videoga like bosib qo'yamiz. Obuna bo'lamiz akalar. Aka, assalomu alaykum. Yili necha ekan aka buni? 14. Yurganichi? 300 mingga bor qo'y. Bir qator ko'rsatib ko'raymi aka? 210 ming yurgan. Ha, 210 ming yurgan, 14. Stanley svetda akalar 210 ming yurgan ekan. 1.6 motorda lyuks konditsioner. Avtomobilimizni motor qismi mana akalar ko'ryapsizlar. Padramnik, choklari, usilitillar, gazlari akalar bor ekan. Stanley svetda balonlariga kelsa balonlarimiz to'rtta balonimiz. O'rtacha holatda akalar. No, yaxshi desa ham bo'ladi, yomon ham emas. Saloni. Buni yo'q, ko'ringlar, chexollari akalar, mana salon holatlari. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir, metal. Bagajimiz bilan choplari, zapaska balon, ramkrat, xullas ключ hammasi bor ekan. Mashinaning orqadan bir qator videoqasi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Rasxod yo'q-a? Rasxod akalar yo'q ekan. Qayerda mashinasi ekan? Lovoshini mashinasi. Klassikalari-chi? Kapot, kirilo eshik. Usli tirechilganmi, aytilmagan? Ishlanganga sepilgan, ishlanganga akalar sepilgan joylari bor ekan. Xullas, kalti yo'q deyishyapti. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 4,5 ming kam bor-a. Savdosi bo'ldimi, bozor so'radim. 3,5 tepasi qilishyapti. 3500 da akalar tepasiga berilmayapti ekan. Variant barter bank Barter bor. barter degan moshinalariga variantga chiqmaydi. Yo'q, variant yo'q. Telefon nomeringiz aka? 94lik 94lik 436 436 4707 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Mashinamizni holatini mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Telefon qilib xullas gaplashib bosib oladigan akalar joyiga. Akalar yili necha ekan buni? 2005. 5. Aylantirib ko'rsatib ko'raymi bir qator? 5 akalar. Oq rangda Nexia 1. Bular mashinamizning holatini o'zingizlar mana ko'ryapsizlar. Hozir motori qanaqa motor? Son Scrambler. Balonlari akalar shu holatda ekan. Yo'q, bo'ldi aka, chiqmaysizlar sizlar. Buni yo'q, ko'ringlar, chiqollari. Lyuks konditsionermi yo'q, bez konditsionermi aka? Bez konditsioner ekan. Mashinamizni mana bu yoqdan bir qator ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Rasxod yo'q-a? Rasxodda akalar yo'q ekan. Kraskasi-chi? Kraskasi 40% ga olishaversin. 40% ga akalar, 40% ga oldarqalar pechatmi? Pechat. Oldarqalari akalar pechat ekan. Buni narxini qancha deyapsiz endi aka? 3300 ozgina kami. 3300 ozmoz kami bor. Savdosi-chi bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, hali bo'lmadi. Endi tomosha. Variant barter bank yo'llari bormi aka? Bankka chiqarib beramiz, naq. Generalni chiqarib. Variantga chiqmas ekan akalar, gen qilib olsanglar bo'laverar ekan. Bankka chiqaveradi deyapsiz-a? Bankka chiqaverar ekan. Barteri? Yo'q. Barteri akalar yo'q ekan. Telefon nomeringiz? 94lik
272 91 272 91 91 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Mashinamiz akalar 2007-yil, 2005-yil adashdik uzr. 3300 kami bor deyapsiz. 3300 kami bor ekan. Telefon qilib, ular gaplashib, kelishib olaverasizlar. Mashinani akalar mana holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar.